tadbirimiz ishtirokchilari. Bugungi 28 aprel Mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan tashkil etilgan sog'lom psixologik ijtimoiy ish muhitini ta'minlaylik mavzusidagi davra suhbati hamda mehnat muhofazasi va xavfsizligi bo'yicha jamoatchilik nazoratini tashkil etish yuzasidan respublika ko'rik-tanlovning viloyat bosqichi olimlarini taqdirlash tadbiriga yig'ilib turibmiz. Barchangizga xush kelibsizlar. Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasining Andijon viloyati kengashida sog'lom psixologik ijtimoiy ish muhitini ta'minlaylik mavzusida tadbir bo'lib o'tdi. Unda sohada amalga oshirilgan ishlar atroflicha muhokama qilinib, mehnat sharoitlarini yaxshilash, xodimlar salomatligini muhofaza qilish va ish joylarida sog'lom muhitni shakllantirish borasidagi sa'y-harakatlar yuzasidan fikr almashildi. Shuningdek, mazkur yo'nalishda faol ishtirok etgan bir qator xodimlar munosib rag'batlantirildi. Quvonarlisi ular orasida Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati kasb uyushmasi raisi Zuhriddin Shokirov ham bor. 28 aprel Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Ushbu tadbirda tegishli mutaxassislar bir qator o'zlarini ma'ruzalarini qo'yib o'tdi. Bu ma'ruzalarda albatta bizni bu sohaga tegishli bo'lgan o'zimizga yangiliklarni oldik. Endi 2025-yilda bo'lib o'tgan o'zimizni mehnatni muhofaza qilish, xavfsizligi, gigiyenasi bo'yicha o'z hujjatlarimizni taqdim etganmiz. Bu taqdim hujjatlarni o'rganish uchun tegishli mutaxassislar o'zini o'rinlarini belgilashgan. O'rinda mana birinchi o'rinda oldi Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati. Albatta bu o'sha soha xodimlariga, boshlang'ich kasb uyushma qo'mitasi raislariga bunga bir e'tibor. Albatta bundan keyin ko'p bir shijoat bilan ishlashga yana ham undaydi. Endi albatta har bir xodimda o'sha tashkilotda ayniqsa sog'lom muhit, ayniqsa birinchi darajadagi bugun yana bo'lib o'tdik. Ayniqsa o'sha ishxonani bir katta yutuqlarga erishish uchun bu sog'lom muhit katta rol o'ynashi, ijtimoiy ish tashkil etish asosiy masalalardan biri bo'lib borayotganligi bu nimalarimizda tadbirimizda anglab o'tdik. Mehnatni muhofaza qilish, inson salomatligi va hayotini asrash, ish unumdorligini oshirishning muhim omilidir. Bu borada Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida ham izchil ishlar amalga oshirilib, xodimlar uchun xavfsiz va qulay mehnat sharoitlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Korxonada texnika xavfsizligi talablariga rioya etish, profilaktik tadbirlarni muntazam tashkil etish va xodimlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish orqali sog'lom mehnat muhitini ta'minlashga erishilmoqda. Bu esa o'z navbatida tizimli rivojlanish va sifatli xizmat ko'rsatishning mustahkam poydevoriga aylanmoqda.